Assalomu alaykum. Tualet tozalash kerak aka. Nima qilishlar? Tualet tozalash kerak. Assalomu nima ish ekan? Kanalizatsiya tozalash kerak erkak kishini ishi u. Restoranda tualet qaytarib chiqarib yuborgan, shuni joydan tozalab artib qo'yish kerak. Nechi pul? 200 ming beraman. 250 bering, men borib tozalab kelaman. Yo'q, sizga to'g'ri kelmaydi opajon. Mehnat aytib aka. Bir narsa to'g'ri kelmaydi opajon. Iltimos boraylik. Qancha ikkovimiz boramiz. 250 bering, borib kelaylik shuni. 250 emas, 200 beraman. Haydan ketdi. Qayerdan sopa? Obderadanmi? Odariyadan shay kiyib ishlaysizmi? Ha, ikkita bolacham bor. Bunga maktab forma qilishim kerak, shu uchun chiqib yuribman. Blok tushiraman, ustachilik ham qilaman. Nima tualet tozalashga rozi bo'lyapsiz? Bu shunchalik kerak. Pul kerak-da, shuning uchun zarur. Yo'q, Yig'gan pulim 1 million pul yig'dim, kichkina qizimning mazasi bo'lmay 3 kun больницаga yotdi-da, bolacham bilan. Bunga yig'ildim, maktab forma qilaman dedim, shuni ishlatib qo'ydim-da, endi shunga ishlashim kerak. qarang, bizlar ehsonlik qilaylik. Ha. Shuning uchun menga tualet tozalash kerak emas, boshqa narsa qilish kerak emas. Prosta borib restoranda ovqatini yeysiz, o'zingizni fikringizni aytasiz. Restoran mehmonda siz chiroyli bitta video bor. Men shu tushmaydi. Chiroyli bilan bu tabakalarni o'g'lingiz bilan yeb bersangiz bo'ldi. Ana shu narsa kerak. Siz aytyapsiz-ku, hamma ishni qilaman deyapsiz. Yo'q, hamma ish qilaman, endi bunday mehnatda, og'ir mehnat. Ehsonlik qilamiz, bu qo'limizdan kelgancha yordam. Prosta mana shu issiqda turib, ertaga hozir birovning uyiga issiqda ishlamang deb. Men tualet tozalash nima uchun aytdim? Chunki bu yerda bekor kasallar ko'p. Blok tashish desam 50 tasbih turib oladi. Tualet tozalashni ko'rasizmi? Erkaklar ham qochib ketadi. Pul zarur o'ylab, Chunki sharoitim og'irligi uchun chiqqan. men ham shuni tushunyapman, qo'shim. Shuning uchun mana qo'limizdan kelgancha mana shunday ehsonlik qilib yordam qilish uchun keldik, akajon. Men roziman. Bo'ldi. Ketdik.